har kuni tongda aytib yursa, hammasi yaxshi bo'ladi. U qaysi duo edi? Ey Robbim, agar rizqim osmonda bo'lsa, nozil qilgin. Agar rizqim yerda bo'lsa, uni chiqargin. Agar rizqim uzoqda bo'lsa, uni menga yaqin qilgin. Agar rizqim yaqinda bo'lsa, unga yetishishimni oson qilgin. Agar rizqim oz bo'lsa, uni ko'paytirgin va baraka bergin deb duo qilsa, rizq keng bo'ladi. Duoda ma'nosini ko'ryapsizmi kuchliligini? Ortiqcha gap so'z kerak bo'lsa, qani endi buni rizqi kamayib, ish yurishmay yurgan birodarlarimiz